Yaxshimisizlar, charchamasdan. Xo'p, Mikrokredit bankdan Almat Betoshman. Mahala bankini bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda bizda bor mavjud produktlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Hozir bizda endi daqiqalar bor mavjud produktlarimizdan Mening mahallam bilan biznesga birinchi qadam produktlarimiz bor. Xo'p, Mening mahallam bu ham ikkita yo'nalishda. Mening mahallam istiqbolli ayol yo'nalishida 26%, yillik 26%, muddati 4 yilgacha. 50 million maksimal olmoqchi bo'lsangiz, oylik sizga ayollarga 1.614 mingdan, erkaklarga 1.774 mingdan to'g'ri keladi. 1% farqini hisobiga. Endi buni kimlar oladi desalaring, shu mahalladagi aynan ishsiz qatlamni moliyalashtirish, ishsiz qatlamni shu biznesni rivojlantirishga ko'mak berish uchun aynan shu yo'nalishga beramiz. Hozirgi kunda lekin bizda hozir garov ta'minoti sifatida 50 millionligimizda kafil so'raladi. Kafil bilasizlar, doimiy daromadga ega shaxslar. Bundan tashqari bizda hozirgi kunda Mening mahallam bo'yicha yana yangilik, bu 50 million miqdori 100 milliongacha ko'tarildi. Bu ham xuddi shu tartibda 26% dan ayollarga, 27% dan erkaklarga beriladi. Ayollarga o'sha istiqbolli ayol yo'nalishi bo'yicha beriladi. Bunga ham kredit ta'minoti sifatida bizda doimiy ish o'rniga kafillik yoki 100 millionlarga ko'char yoki ko'chmas mulklar, bunga o'sha avtomobillar yoki noturar binolar kiradi. Xo'p, bizda ikkinchi yo'nalishimiz biznesga birinchi qadam. Bu ilk biznes boshlovchilarga bu ham xuddi shu tartibda ayollarga 26% dan, erkaklarga 27% dan beriladi bu kreditdan. Bu 30 milliongacha bo'lgan summagacha beriladi. Bu ham xuddi shunaqa ta'minot sifatida doimiy ish o'rniga ega daromadli shaxslarga beriladi. Qolaversa bizda yosh oilalarga ipotechnik kreditlarimiz bor. Ipotechnik kreditlarimiz shu hozirgi kunda xabarlarim bor, juda ko'pchilik subsidiya yutib oldi. Davlatimiz tomonidan subsidiya ajratilyapti, shu 30% oldindan to'langan. Shu bilan birgalikda bizda 17.5% ga birlamchi ipotechnik kreditlar yillik foiz to'g'ri keladi. Bunga asosan o'sha birlamchi ipotechnik kredit degani shu namunaviy joylar yoki yangi quriladigan mana bu massivlar, domlarni ko'ryapsizlar. Keyin yangi O'zbekiston massividagi domlar kiradi. Ikkilamchi ipotek kreditlarimiz ham bor. Ikkilamchi ipotek kreditlarimiz 24% gacha 21% dan boshlanadi. Yillik 21-24%, muddati 20 yilga. Birlamchi ipotek kreditlarimiz ham muddati 20 yilgacha olish mumkin. Bunda albatta kredit ta'minoti sifatida qoladigan uyingizni o'zi garovga qo'yiladi. Ish haqingizdan kelib chiqqan holda shu ipotek kreditlarini beramiz.